Bu haqda kunda, kunora xabarlar chiqib turibdi. Taqdirlaganlar orasida yashirishni hojati yo'q, munosiblari kam. Masalan, O'zbekiston energetik tizimini bosh rahbarlari, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Ulug'bek Mustafoyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sanoat xodimi faxriy unvoni bilan mukofotlandi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati raisi Dadajon Isaqulov mehnat shuhrati ordeni bilan, energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov esa do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Energetika ta'minoti qatorasiga bir necha yillar mobaynida xalqning tanqidiga, uning rahbarlari esa xalqning nafratiga duchor bo'lib turibdi. Poytaxtda chiroq o'chib turishi oddiy holga aylangan bugungi davrda energetika tizimining rahbarlari mukofotlanishi shartmidi? Mustaqillikning 33-yilida xalqni 200 kilovatlik limit bilan siylagan energetika sohasining amaldorlari menimcha mukofotga emas, prokurorning g'azabiga ega bo'lishlari kerak edi. Bilim emas, sadoqat muhim etib belgilangan O'zbekistonda bu yilgi mukofotlardan hokimlar ham quruq qolishmadi. Mamlakatning eng korrupsiyalashgan qatlamini asosi bo'lgan hokimlar mana 7 yildirki O'zbekiston qonunlariga bo'ysunishmaydi. Ular bugun aholining emas, prezidentning har qanday buyrug'ini bajaruvchi askarlardir. O'ziga o'ta sadoqatli bo'lgan bunday askarlarning yelkasiga albatta har qanday prezident tez-tez zarbof to'n tashlab turadi. Bu yil prezident Andijon, Navoiy, Samarqand, Surxondaryo, Xorazm va Toshkent viloyatlari hokimlariga davlat mukofotlari berilsin dedi. O'zbekiston hokimlari aslida bugun mukofot emas, jazo olishlari kerak. Hammasi yoppasiga. Viloyatdagi eng yopiq amaldor, ishxonalari qo'riqlanadigan, kabinetlariga oddiy xalq ming chig'iriqdan o'tkazib kiritiladigan, xalqdan ajralib turadigan toifa bu O'zbekiston hokimlari. Mamlakatni bugungi holga keltirgan mexanizmning asosiy murvatlari bu bugun siz va biz bilgan hokimlardir. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezident u kishiga fidokorona mehnatlari uchun davlat mukofotini berdi. Ko'cha odatlari, rusumlari, tutumlari va jargonlarini hokimiyat kabinetlari va koridorlarga ko'chira olgan bu amaldorning qiliqlari internetda mem bo'lib ketadi. U kishini xatti-harakati, gap